Onlardan joyni bu tomoniga o'tib kelyapmiz hozir. Bu tomondan turib kuzatamiz hozir. Bolalar ana shu joyga ishlayapti tepaga. Ana shu pastgacha tushiradi ana shu yergacha. Hozir uzoqroqdan kuzatamiz bularni. Balla ishlayapti mana. Mashinaga chiqib ketgan, tortyapti bular. Keyingi nimalarni qo'yapti. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, YouTube ishqibozlari. Bugun yangilangan qismlarini ko'rsatib boramiz. Mana tepada hozir kameralarni uyib o'tyapti. Shularni ko'rsatib o'tamiz hozir. Aziz podpischilar, like bosingizlar ko'proq videolar tashlaymiz. Mana hozir kamarga chiqamiz hozir tekshiruvga. Sizlarga tashlaymiz. Mana shu birinchi kamarni portlatyapti mana yo'l qilib. Hozir qancha olganini ko'rsatamiz hozir. Aziz kuzatuvchilar, kuzatib boring bizni, like'larni ko'proq bosingizlar. Ko'proq obuna bo'lingizlar, ko'proq tashlab boramiz. Mana bu tomoni mana ancha tushirilgan. Bu tomondan mana tushirilgan tomondan tekislagan tomondan chiqib boryapman hozir. Mana. Hozir ancha balandlikka chiqdim hozir. Mana shu bilan bo'rt qilyapti. Ha, ishchilar turibdi. Mana shu yoqqa chiqib boramiz hozir mana shu yoqqa. Mana shu yerda o'ylayapti-da, mana shu negasiga. Shu negasiga o'ylayapti. Mana shu yerda olgan portlatib. Mana shuncha balandlikdan olgan. Hozir pastki yo'ldan ketyapman hozir. Mana. Mana shuncha balandlikka chiqib keldim hozir. Mana shu ishlayapti hozir. Mana shu ishlayapti hozir. Birinchi shotini olyapti mana shundan mana. Mana pastgacha tushirib boradi. Mana shuncha balandlikdan tushiryapti.
50 metr bo'lib, 30 metr bo'lib shu balandlikni tushiryapman. Mana yuqoriga ishlayapti. Boralamizmi yo'qmi bilmadim bunisini. Mana shuncha joydan chiqib kelamiz hozir. Mana shunday joydan. Ancha pastga qolib ketdi. Oh. O'tib bo'lmas ekan. Mana ancha baland. Mana shu yerda olsa ancha joy ochiladi. Hozir yo'lni ana shu tomondan o'tib, bu yoqqa video olamiz. Bu tomonda video olamiz. Yerlar portlatilgan. Hali ancha tushiriladi bu yerlar. Kech payti quyosh botyapti. O'zi bu yoqqa quyosh ham tegmaydi uncha. Tegib o'tib ketadi. Ana shuncha balandlikda tushirgan. Ana shu yerda o'zi 50 metr, 60 metr bor. Yo'qda tushirib keladi mana shu tomonda. Az podpischilar sizlardan iltimos, laykni ko'proq bosingizlar, mana videoni bloklab tashlayapsiz. Layk bo'lmagan sababli. Mana bular changitib ishlayapti hozir mana bu yerdan. Mana shu yergacha. Mana hozir mana shu mana shungacha bordim hozir. Mashina borib qaytdim. Ana shu yergacha chiroyli olgan, yana shuni ana shunaqasiga mana shunday tushirib boradi endi shu tomonga qarab. Mana shu yergacha. Tushirib boradi, keyin daryo bo'ylab ketaveradi mana. Ular changitib ishlayapti mana. Hozir yaqindan kuzatamiz yana o tomondan ham. Hamla mana bu qarovul qo'yilgan. Tepadan tosh tushmasligi uchun. Mana odamlar ishlayapti ana. Odam ko'rinmaydi ekan. Mana shu qarovul qo'yilgan. Mana shu tepadan tosh tushmasligi uchun mana. Tepaga ishlayapti bular. Mana tepaga ishlayapti bular mana. Odam ham tushib kelyapti, ishlab. Navbat almashib ishlayapti bular. Mana qiynalib tushib kelyapti bular tepadan. Ashli yomon joylarda yuradi bular. Texnikalariga qaragan kelyapti bular.